Ovqat hazmini qanaqa qilib yaxshilaymiz? Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda faqatgina qabziyat muammosidan qutulish emas, balki jig'ildon qaynashini qoldirish yoki kislotalik darajasini normal holatga keltirish uchun ko'proq nimalarga e'tiborli bo'lamiz? Mana bular haqida to'liq ma'lumot beraman. Men dietolog Sadoqat Muhammadjonova 35 mingga yaqin insonlarni mana bu holatdan bu holatga kelishiga yordam berib kelaman. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda oshqozondan boshlaymiz. Agar sizda oshqozonda muammo bo'lsa, ya'ni oshqozonda kislotalik darajasi bo'ladi, ya'ni pH ko'rsatkichi deyiladi. Bu ko'rsatkich 1 va 3 bo'lsa, bu 1 dan 3 gacha bo'lsa normal holat bo'ladi. Agar undan yuqori ko'rsatkichda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sizda kislotalik darajasi baland bo'ladi. Natijada sizda ovqat yegan paytda ovqat hazm qilish yaxshi bo'lmaydi yoki sizni o'ta ko'p jig'ildoningiz qaynashni boshlaydi. Asosan bizda mana bu oshqozonning vazifasi oqsillarni yaxshi so'rilishiga yoki ayrim mikroelementlarning so'rilishiga yordam beradi. Agar u yaxshi ishlamagandan keyin sizda quyidagicha muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Demak, bu holatni yaxshilash uchun ko'proq biz ratsionimizga qaysi mahsulotlarni qo'shishimiz kerak? Kislotalik darajasini yaxshilash uchun bizga albatta olma sirkasi yordam beradi. Olma sirkasidan bir kunda bir mahal, ya'ni bir osh qoshiqdan yoki bir kunda 3 mahal bitta kichkina choy qoshiqdan suvga aralashtirgan holatda iste'mol qilishimiz mumkin. Kislotalikni eng zo'r yaxshilashga, normal holatga tushiradigan narsa bu olma sirkasi hisoblanadi. Bu haqda Telegram kanalimda juda ham ko'p ma'lumotlar berganman, ya'ni olma sirkasini qaysi turini biz tanlashimiz kerak, filtrlangan, filtrlanmagan. Umuman hamma narsa haqida Telegram kanalimda ma'lumot olsanglar bo'ladi. Pastda silkasini sizlar uchun qoldiraman. Va albatta kislotalik darajasini normal holatga keltirish uchun bizga kaliga boy bo'lgan mahsulotlar, mana videoni chetida ko'rib turibsiz, mana bu mahsulotlar kerak bo'ladi. O'shanda kislotalik darajasi normal holatga kelishni boshlaydi va sizda oqsillar, yeyotgan oqsillaringiz yaxshi so'riladi. Sizni oshqozoningiz sizga to'qlik hissini bera oladi. Ya'ni agar sizni organizmingizda oqsillar yaxshi so'rilsa, siz har 2 soatda yoki har 3 soatda perikuz qilib narsa yeb qo'ymaysiz. Keyingisi bu o't suyuqligi holati, ya'ni safro deyiladi. Bilasiz, juda ham ko'pchilik insonlarda agar mana shu o't suyuqligi normada ishlab chiqarilmasa, kekirish bo'ladi yoki qorinda gaz to'planadi. Qorin doimo dam bo'ladi. Ertalab uyg'ongan paytingizda qorin mana bu holatda, kechga borgan holatda esa mana bu holatga kelishiga sabab bo'ladi. Demak, bundan qutulish uchun o't safro suyuqligini normal holatda ishlab chiqarishga ahamiyat berish kerak. Xo'sh, qaysi mahsulotlardan biz foydalanamiz? Bunda bizga probiotiklar yordamga keladi. Probiotiklar bu ichaklarning faoliyatini yaxshilash uchun ishlatamiz. Bulardan tashqari xalqona usullar bor, ya'ni ayrim mahsulotlar bor. Bular yordamida biz o't suyuqligini normal holatga keltirishimiz mumkin. Bu albatta artishok bo'lishi mumkin yoki imbir, qizilcha, rastaropsha, xalin, bularning hammasi o't suyuqligini normal holatga keltirishga bizga yordam beradi. Bu mahsulotlarni ratsioningizga kirgizing. Lekin o't qopini oldirib tashagan insonlarda ham albatta ko'pincha qorinda dam bo'lish holati yoki ovqat hazm qilish sistemasining buzilish holatlari bo'ladi. O't suyuqligi agar yaxshi ishlab chiqarilmasa, dam bo'lishdan tashqari sizni qabziyat o'ta ko'p qiynaydi. Bunaqangi turdagi insonlar juda ham ko'p. Ya'ni agar siz bir kunda bir mahal katta hojatga bormasangiz, men bu haqda juda ham ko'p gapirganman, katta hojatga bormasangiz, siz sog'lom inson emassiz. Demak, katta hojatga 2 kunda bir, 3 kunda bir boryapsizmi, o't suyuqligini tezlikda normal holatga keltirish kerak. Buning uchun esa bizga prebiotiklar yordam beradi. Aynan prebiotiklar haqidagi ma'lumotni esa Telegram kanalimdan osongina topasiz. Uchinchisi bu fermentlar. Xo'sh, fermentlar nimaga kerak? Asosan yog'in ichakda fermentlarni juda ham ko'p qismi ishlab chiqariladi. Fermentlarning vazifasi siz yeyotgan oqsillarni, siz yeyotgan uglevodlarni, siz yeyotgan foydali yog'larni organizmga so'riltirib berish. Agar siz, ya'ni fermentlar enzimlar ham deyiladi. Agar sizda mana bu holat yaxshi ishlamasa, sizda ovqat hazmi yaxshi bo'lmaydi. Katta hojatga borgan paytingizda agar axlatingizning rangi qora, juda ham to'q ko'rinishda bo'lsa, bilingki sizda fermentlar yaxshi ishlab chiqarilmayapti. Bu uchun ratsioningizga qaysi mahsulotlarni qo'shasiz? Albatta fermentlarni yaxshi ishlab chiqarish uchun xom sabzavotlarni ratsioningizga ko'proq qo'shing. Ana o'shanda sizda fermentlar yaxshi ishlab chiqariladi va ovqat hazmi bilan bog'liq bo'lgan muammolar kamroq bo'ladi. Keyingisi esa bu mikroflora. Mikrofloraning ahamiyati juda ham katta, chunki agar sizni mikroflorangiz, ichaklaringizning mikroflorasi yaxshi holatda bo'lmasa, ya'ni yomon va yaxshi bakteriyalar, ayrim manbalarda neytral bakteriyalar ham bor deyiladi. Mana bu yomon bakteriyalar, patogen bakteriyalarning soni ko'payib ketsa, sizni bu nafaqat vazningizga, balki sizni kayfiyatingizga, stressli holatlaringizga, umumiy holatingizga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Yoki yuzingizga narsalar toshib ketishiga ham. Biz bunda ko'proq probiotik va prebiotiklardan foydalanamiz. Ya'ni ichaklarning mikroflorasini yaxshilash uchun ko'proq ko'katlar, xom sabzavotlar, salatlarni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Ichakda yaxshi bakteriyalarning sonini nimalar o'ldiradi? Ko'pincha siz agar antibiotiklar qabul qilsangiz, ichaklarning holatini, ya'ni yaxshi bakteriyalar sonini ko'paytirgungacha 2 oy, 3 oy davomida vaqt ketadi. Shu narsani unutmang. Yoki GMO mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish ham ichaklarda yomon bakteriyalar sonini ko'paytirib yuborishi mumkin. Demak, bunda biz probiotik va prebiotiklardan foydalanishimiz kerak. Ayrim insonlar vitamin ichadi, lekin vitamin organizmda so'rilmaydi. Sababi aynan mana shu mikroflora bilan bog'liq bo'ladi. Vitaminlar yaxshi so'rilish uchun
sizda doimiy ich qotishi bo'lmasligi uchun yoki ozish jarayonida bo'lsangiz vazningiz yaxshiroq tezroq ketishi uchun demak biz ichaklarning mikroflorasini tiklashimiz kerak. Bundan tashqari asab sistemasi ham juda ham ahamiyatga ega. Buni nimaga aytyapman? Chunki parasimpatik nerv sistemasini yaxshilash uchun biz ko'proq stressli holatlardan uzoq bo'lishimiz kerak. Stressdan uzoq bo'lishning eng zo'r yo'li esa toza havoda ko'proq yurish, piyoda sayr qilish, bir kunda o'zingiz uchun 40-50 daqiqa jismoniy faoliyatingiz uchun vaqt ajratish stressni kamaytirishga, qon aylanishini yaxshilashga, tezroq vazn yo'qotishingizga, ichaklarda yaxshi bakteriyalar sonini ko'paytirishga, sog'lom ovqatlanishingizga sabab bo'ladi. Bulardan tashqari kaliy va magniyga boy bo'lgan. Mana videoni chekkasida qoldiribman. Aynan qaysi mahsulotlar tarkibida kaliy bor, qaysi mahsulotlarning tarkibida magniy bor. Demak, mana bu mahsulotlarni ko'proq ratsioningizga kirgizganingizdan keyin sizdagi stressli holatlar kamayishni boshlaydi. Yoki juda ham turli xildagi metodlar bor. Men bu metodlar haqida ko'pgina ma'lumotlarni berganman. 4, 7, 8 metodlari, 3, 6 metodlari, nafas olish mashqi metodlari. Bularni osongina Telegram kanalimdan topasiz va stresslarni kamaytirgan holatda mana bu ayollar kabi chiroyli ozishni, sog'lom bo'lishni boshlaysiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha